Domning narxında başta 2 etajli ham bo'ladi. Mansardli 6 sotiklik yer joy bo'ladi. Assalomu alaykum Bo'ston Makler YouTube kanali obunachilari. Bugungi obzorimizda Bo'ston shahri markazida joylashgan 6 sotik yer maydoniga ega. Başta bitgan, 90% ishi bitgan, birozroq ish qilgan. Shu uyimizni sotuvga chiqaryapmiz. Yer maydoni 6 sotikka teng. Fasad ko'cha tarafına qarab 20 metr, arkasına qarab 30 metr bo'ladi. Ko'rib turganingizda ham yeri akfa aynalar qo'yilgan. Bu joyimizning bir noodatiy yeri, usti 2-etaji mansardli qilib ishlangan. Video davomida hamma narsasidan to'liq ma'lumotlarga ega bo'lib, tanishib olsangiz bo'ladi. Shunda kirganimizda ana shunda katta darvozaxona bo'ladi, garaj o'rni. Joyimiz bir taraflama solingan. Ko'chaga qarab 4 oynasi bor. Shifrlar polni bitgan 100%. Bir darvoza o'rnatib, bu yerga bemalol 2 mashina qo'ysangiz bo'ladi. Joyimizni arqa yoqlarini tanishtiraman. Üstlari fermadan yaxshi etib bostiriladi. Arqa tarafga chiqqanimizda ana shunday zelen zona uchun yeri bor. Arqa tarafimiz fasadi, oynalar orqaga qaragan. Bu joyimizda hamma qarasa konseyner qo'yilgan. Mansardni ham ishlab olsanglar ajoyib bo'ladi. Shu katta uy bo'ladi bu. Arqa tarafimiz ko'rib turasiz, koloduslar, hamma narsasi ishlangan, vayna tualetlari bor. Uyning ichi bilan tanishib chiqamiz. Uyga kirish qismimizda shunday temirdan yaxshi sifatli eshiklar qo'yilgan. Shunda kirganimizda katta hol bo'ladi. Oilaviy o'tirish uchun shunday ko'tarma pol etib, chiroyli ishlab qo'yilgan. Oynalari ko'cha tarafga qarab bo'lgan. Bu yerimizda 100% hamma yeri plastik bilan patoloq qilingan. Bu yerimiz pol, qolgan yerlarimiz hamma yeri tüplü pol bo'ladi. Tüplü bo'lgan maslangan, sababi pollanmagan bu yerlarimiz. Shunda kelganimizda bu yerimizda bir spalni bo'ladi. Spalnimizdan razmeri keng. 50 ga qaragan katta oynasi bor, akfadan patoloqlar qaqilgan, remontlari malyarga tayyor bo'lib turibdi. Eshiklarni ham toza qo'yilgan. Biz bu uyni oldin sotuvga qo'yganmiz. Shu vaqtlarda ko'p narsalari, bayna tualeti, eshiklari yo'q edi. Bu xonamizda egasining narsalari turgan ekan. Kelsanglar ochib qo'yib ko'rsatamiz. To'g'ri kelganimizda 2 zal bo'ladi. 2 zal. Birinchi zalimiz katta, keng mehmonxonasi. Bu yerlar topli polga polni montaj qilingan, faqat umniy katol qo'yib ulansa bo'ldi. 50 tarafga qaragan oq oynasi bor, bu yerimizda konditsioner bor, patoloqlari yaxshi qilib plastikdan ishlangan. Ikkinchi mehmonxonamiz ayollar uchun bo'ladi. Bu yerimizda ham konditsioner bilan jihozlangan. Orqaga qaragan oynasi bor. Xonasi keng. Bu yerlar ham polni topli pol uchun montaj qilingan, tiyan shlanklar tashalgan. Umniy katolni qo'yib o'rnatib olsanglar bo'ldi. Eshiklarga e'tibor beramiz, eshiklar hammasi toza qo'yilgan. 2 spalni, 2 zal. Bu 3-spalnimiz bo'ladi. 3-spalnimiz ham keng. Oynasi orqaga qaragan bo'ladi. Patoloqlangan. Hamma normal, xonamiz keng ishlangan. Bu yerda ayrim narsalar qoladi, ayrim narsalar olib ketiladi. Egalari bilan kelib bemalol o'zingiz gaplashib olsanglar bo'ladi. Narx ham qimmat emas, domning narxida. Bu yerimiz sanuzel. Sanuzelimiz 50 litrlik arizona bor. Uning tarzı duşu, qo'lish, rakovinasi, hamma narsasi bor. Remontlar tayyor. Oshxona. Oshxonamiz ham katta. Bu yerda xonadiklar olib chiqib ketadi, kir mashina bilan. Oynasi orqaga qarab. Kuxinni bilan ishlab olsanglar. Mana aytganimda, mana tüplü polning o'sha hammasini shlank tushira kelib turibdi. Faqat shu umniy katolni o'rnatib, tüplü polni ishga tushirsanlar gaz ham kerak emas. O'zi bu ko'chaga gaz o'tgan, lekin uyga gaz tushilmagan. Ikkinchi etajimiz mansard bo'ladi. Mansardimiz ana shu yerdan lestnitsa o'rin qoldirgan, chiqish uchun shu yerga bir chiroyli lestnitsa ishlab olsanglar, yuqorilardan video davomida ko'rsanglar bo'ladi. Oldingi videoda tushirganmiz. Shuni qo'shaverasanlar. Uyimizning narxiga kelsak, uyimizning narxi $25,000. Kelishlarda qaytlarda ustida payg'asi bor. Bizning kanal nomidan kelsanglar, yoki bo'lmasa pastial nomerlarga telefon etsanglar, o'zingiz apib ko'rsatamiz. Planlari zo'r, xonasi razdelniy, hamma xonasi razdelniy. Mana shunda katta hol 1 2 3 4 5 6 7 eshik mana shu holga qaragan bo'ladi. 2 zal, 3 spalni. Bu yerimiz katta oilaviy o'tirish uchun hol bo'ladi. Manzilimiz ham zo'r yerda,
Ellikqal'a tumani Bo'ston shahri Istiqlol mahallasi O'vaysi ko'chasida joylashgan bo'ladi. Lokatsiyasini sirtqa chiqib tushuntiraman. Bu tarafdan kelsanglar Oybek ko'chadan ko'pirdan tushib kelsanglar bo'ladi. Bu tarafdan Mir ko'chadan aeroport tarafdan kirib kelsanglar ham bo'ladi. Pastdan nomerlarni telefon etsanglar o'zingiz ap ko'rsatsangiz, hammaga rahmat. Bir like bosib esdan chiqmasin. Kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yamiz. Bizni kuzatishda davom eting.